2025-yilda Samarqandda Oqdaryo degan joyda tunikafon qilish necha pulga tushyapti? Biz mana tunikafon qilib berdik. Hamma rasxod ichida 1 kvadratini 155 ming so'mdan qilib berdik. Lesa, samare, yo'l kira, hamma xarajatlari ichida xonadon egasiga chiroyli holatda topshiryapmiz. Bu ishimiz Samarqand Oqdaryoda. Qaranglar. Bu ishda ko'cha tomoni, ichkari darvozaxona va ayvon tomonlarini qilib berganmiz. Darvozaxonaga bitta kosmos qo'yib berdik. Buni narxi $200 va chekalariga lola gul qo'yib, kobra fasonda, pianino fasonda qilib berdik. Material 3,5 bo'ldi. Juda chiroyli holatda ishimizni mana nihoyasiga yetkazdik. Mana bu tomoniga esa 3 kamplik aynak qo'yib berdik. Buni ham chekalari pianino kobra fasonda bo'lgan. Juda boshqacha holatda bo'lib, mana ishimizni o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Bu ishimizni 5 kunda bitkazdik. Xudo xolasa bu ishimizni materialini 15 kunda tayyorladik. Xudo xolasa ishlarimizni tugatib, sirazi kelib 5-6 kunda bitkazdik. Mana qalay chiqibdi ishlarimiz. Mana chiroyli qilib qildik. Mana xonadon egasi bizni internetda ko'rib, YouTube'da topdi. Keyin biz keldik, ko'rdik, o'chkadik. Bizga mana oldindan 20 million so'm pul berdi. Keyin ish materiallarni olib keldik, ish boshladik, yana 20 million berdi. Endi qolganini mana ish tugatyapmiz. Xudo xolasa, ertaga tugatsak beradi. Lekin mana ishini ko'nglidaqa qilib, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha qildik. Ishimiz yoqdimi? Yigitlar malol gap yo'q. Juda ishlash sifatli, juda ko'ngildagidek bo'lgan. Bemalol. Kim bo'lsa ishonsa bo'ladi u kishilar. Rahmat. Rahmat ber. Samarqandni qayeri ber? Samarqandning Oqdaryo rayoni. Oqdaryo rayonida mana juda chiroyli holatda ishimizni nihoyasiga yetkazyapmiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar endi, hurmatli obunachilar. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib berdik. Mana bu tomonlarini ham chiroyli qilib, mana bu tomonlarini ham chiroyli qilib berganmiz. Xizmatlarimiz Fes O'zbekiston bo'ylab. Bu ishimiz Samarqandda, Buxoro, Surxondaryo qizig'i yo'q. Faqat kelishgan holatda, chiroyli holatda qilib beramiz. Mana juda chiroyli holatda bo'ldi. Ertaga Xudo xolasa chalalari bor, tugatib, ertaga chiroyli qilib topshirib ketamiz-da.